Yerlik tuxum, kelpinning tuxumi emas. Tuxularim oylashib, qumga tuqqan tuxum. Ustam, xafa olmangmi? Xafa olmang, ha? Kuzanga qalab mansanglamdi. Kuzam qalab mangmagan bo'lsam, ustam aytdim emasmi? Tuxumlarim saqqa bo'lmaganmas, kuzanga qulam tiqibla, yo'l mangamas qilib qo'ydim. Elim men bak tirishdim, ustam shu kuzam qalab mangmaslikqa, yo'l qarab mangan bo'lsam, ustam aytdim. Men baya astaydi qilmabdi ekanman, bitta tuxumimni chiqib etishmasmi? Ya ustam, men sening jo'zig'i tagdim, jima tuxumlarga tagmadim, menda ko'z bo'lmaydi, men chaqmadim. Sen bivas tuxumimni chaqmagan bilan vastlik tuxumimni chaqatding. Hey, sen meni qo'ymoqchi ekansan-da, qarab tur, qanday bitirib qilganmiz. Ustam, bundaq qildi. Tuxumingizni qancha pul sotdingiz, men azroq ebilay. Bu tuxumniki men birini 2 oydan beray bo'ladi. 2 oy? Nimda qimmat ustam bu tuxum, bu Xorazmning tuxumi ekaningmi? Bu Xorazmning o'zi nima bo'ladi? Mexanning o'zi nima bo'ladi? Bari yeyqanimi tursa, uningdan nima chatqinsizniki? Xorazm tushgan tuxum ustam aqsil miqdor yuqoroq bo'ldi. Unda bo'lsa, mush dal ash Xorazmning tuxumi. Unda bo'lganda menga shu tuxumdan 11 ko'ylak hisoblab bering. 11 ko'ylak? 11 ko'ylak. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. Ve 11 ko'ylak sotib olmaykan. 11 ko'ylak sotolmaykan? Nima ishqa? 11 ko'ylak sotsa, ishtiqdan hisob xato chiqib qolar ekan. Moda desel 4 ta qilib bir bablar. Ustam bunda qildi. Sizni qancha tuxum bormi? Hemen alay. Ras, hemen olamsizmi? Ras. Rasmi yolg'onmi? Ras, rasmmayqanmi? Lekin bir masala bor ustam. Men sizdan bir savol so'rayman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, tuxumingizni ilishdan sirt men 100 ko'y pul beraman sizga. Ha, bo'ldi. Unda bo'lar ekan. Lekin oldingi sharti bor ustam. Agar siz javob bermay qolsangiz, tuxumingizdan hamma menga bakalik berishdan sirt menga 200 ko'y pul berasiz. Nega? Meni qalban ko'rib qoldingizmi siz? Ama ko'zingizga qapoq boshlar ko'rinyaptimi? Nada unda shu? Men to'g'ri javob bersam siz menga 100 ko'y berasiz. Agar men xato javob qilsam men siz 200 ko'y beraman. Ustam siz unda degan bilan siz to'g'ri javob berib qolsangiz men 100 ko'y berishdan sirt tuxumingizdan hamma olinmasmi? Ne ras? Unda asma qila. So'ragan savolingizni. So'radimmi? Ustam siz ham izchil tuxum sataqanmish tuxumning tijoratlan yuriqa adam sizning bilaqalaringiz men qaransam ko'proq bo'ldi. Tuxumni tuqqan. Tuxumdan tuxu barliq kelgan ustam. Unda da sizning shu tuxu avval barliq kelganmi, tuxummi? Tuxumni tuqqanda tuxu baldu barliq kelgan. Bu tuxu baldur barliq kelgan bo'lsa, unda tuxu nereden kelgan? Tuxu tuxumdan chiqmabdi. Tuxu baldur barliq kelgan bo'lsa, shu tuxu qanda barliq kelgan? Tuxa shu tuxumdan chiqmabdi. Unda tuxum nereden kelgan? Tuxmabdi. Unda bo'lsa usta mana zade tuxu baldur barliq kelganmi, tuxummi? Uni desammi xato, buni desammi xato. Voy, yo'qmi? Telefondan to'rtinsak bo'lmaydimi usta? Men o'zimiz savol so'ragan sizdan. Yaqiningizdan javob bering. Tuxu baldu burun kelgan. Tuxu baldur kelganmi? Maydonda chiqib turibman. Unda bo'lsa tuxu nereden kelgan? Tuxumdan chiqmabdi. Shu tuxum nereden barliq kelgan emas? Tuxumni chiqmabdi. Shunga usta, men so'rayotgan savol zade tuxu baldur barliq kelganmi, tuxummi? Bu tuxuni baldu barliq keldimi deysam, bu tuxa tuxumdan chiqqan tursa. Bu tuxumni baldu barliq keldimi deysam, tuxumni tuqqan tursa. Ha, bugun turuqmuş tuxumim bilan 200 ko'y pulimdan ayrılgan bo'lib menda hemen. Tembedimi? Zadi qasi baldu barliq kelgan. Shundaq javob beramiz ustam, ustam tembedingizmi? Ha. 200 ko'y ekilamiz. Deyishkinimizdek. Buning javobini ustam rastlasa men bilmayman. Niki? Sen uzan unutmay qolgan savolni mendan so'rab, meni sararliqda bo'zaq tushunami? Ya, unda emas ustam. Endi buningda sizmi javob beramidingiz, menmi javob beramdim, rastlashib tanglashdik. Ham siz javob beramasangiz 200 ko'y berib, uni sir tuxumingizni beraqan bo'lgan. Men javob beramasam 100 ko'y berishdan sir tuxumingizni setib olaqan bo'lgan. Men 100 ko'yni men javob beramagimga ustam, men futurbatdim. 200 ko'yni berayotdim beramiz. Endi tuxumga kelsak, tuxumingizni men 100 ko'y berib setib olaqan bo'lgan ustam. Men 100 ko'y tuxumingizni setib olgan qarta 100 ko'y. Emese ma'qul. Sizga bir rahmat ustam. Ku? Nima ishlab ketdi bu? Men ziyon tatdimmi, foyda oldimmi? Bu ziyon tatdimmi deysam, tuxumimni sotdim. Foyda oldimmi deysam, tuxumim yo'q. Niki? Qancha qiladinglar?